Bu videoni chiqarsak xalqimizga 2 barobar foydali. Agar chiqarmaydigan bo'lsak, stansiyaga 2 barobar zararli. Hozirgi kunda Nexus Cobalt va shunga o'xshash mashinalarga gaz o'rnatilishda kerak bo'lgan zapchastlar bilan va narxlar bilan bir-bir tanishtirib o'tamiz. Stark brendiga tegishli, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan yoki bo'lmasa Ezigo bloklar bilan podelka farsunka Xitoyda ishlab chiqarilgan, Stark brendi deyilgan, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan real 2 ohmli farsunkani Xitoyda ishlab chiqarilgan, ya'ni 8 dollarlik arzoni. Shu jihozlarni hozirgi kunda ustanovka narxi 3 million 800 ming so'm. Agarda siz original X reduktor yoki bo'lmasa haqiqiy original Polshada ishlab chiqarilgan yoki-da Italiyada ishlab chiqarilgan real 2 ohmli injektorlar bilan metan yoki propan shunga o'xshash jihozlar bilan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni metanning narxi 90 litrlik Stark brendi va Pasico 24 ga 4 Yevropa gaz brendi. Bu bilan narxi 4 million 900 ming so'm, Stark bilan 5 million 100 ming so'm chiqadi. Propalata narxi 3 million 800 ming so'm originali, podelkalari esa 2 million 700 ming so'm. Propanlarda, reduktorlarda ham juda ham katta farq bor. Bir qo'limda Italiyada ishlab chiqarilgan, bir qo'limda Xitoyda. Lekin ammo ko'rinishdan siz buni ajrata olmaysiz. Bu ustalar ajrata oladigan narsa. Ya'ni suv zapilovkasi latindan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Italiyanida podelkasi esa plastmassa bo'ladi. Даже QR kodlarni o'xshatib qo'ygan, lekin Italiyanikida anchagina aniq va tiniq. Hozir ekranlarda ko'rsatib o'tamiz buni ham. Shunga o'xshash qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentga direkt yozib qo'yishingiz mumkin. Bu videoni kommentariyasiga gaz qo'yishni maqsad qilib yurgan tanishlaringizni belgilab keting. Bironta savol bo'lsa kommentariyada kutib qolamiz. Videoni tanishlaringizga обязательно jo'natib qo'ying.